Video boshida sizlardan Night Wolf kanaliga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. U yerda juda ham qiziqarli videolar chiqib boradi. Ko'rishingiz mumkin. Obuna bo'ling. Bu jonajon politsiya uchastkasi. Qanchadan beri bu yerga kelmagandim. O'zi bir oydan dam oldim. Shunga ham qo'riqchilar o'z joyida va bu yerda nima Shu bo'lyapti? a? Aha, shu yigitdan Tomosha so'rashingiz mumkin. boshlan. U sizga Tak, barcha stop. qurollarni va litsenziyani beradi. Bart, meni nima aloqam bor? Der, qurollarga siz javob berasiz. Shuni aytyapman. Ha, lekin men bera olmayman qanaqasiga. Menga Stop. qurol berasanmi, yo'qmi? Yo'q, albatta bermayman. Menga qurol ber. Men ham o'zi sizlarda kimsan, ishlayman. Hozir Ha. dadamga telefon Yo'q, qilaman, ko'rasan, mayli, ishdan mayli, bo'la bo'shatadi qol. hammangni. O'zi ishdan bo'shalamay yotibman. Aha, hozir. Joniga tegan bu ish. Bart bilan hali yaxshilab gaplashaman. Ungacha esa bossni oldiga bir kirib o'tish kerak. Nima degan endi? Boss, qancha yillar, qancha oylar, qancha kuzlar. Bo'ldi qil. Xo'p, nima bo'ldi o'zi? Xullas, ko'rding-a? Nimani ko'rdim? Tashqaridagini. Tashqarida nima? Bo'ldi, tushunmaganda aytyapsiz. 069 jinnixonani xullas sanitarlar raqami. Yo'q, iloji yo'q. Qanaqasiga yo'q? Xullas, agar uni aytganini qilmasak, dadasi tekshiruvlar va boshqa narsalar bilan ochilmagan ishlar va avvalgi ishlarni ko'tartirib bizga umuman kun bermayapti. Tushunarli, lekin meni nima aloqam bor? Xullas, sen unga javobgarsan. Sen unga javobgarsan. Mendan biror marta biroz so'raganmisiz o'zi? Mendan ham so'rashmagan. Derb, sizdan aytganlarim uchun uzr so'rayman. Bilmaganim Ko'rdingmi? kimligingizni. Hali umid Endi bor. unday demayman hech kimga. Okey, mayli. Xo'p. Yo'qchi. Xo'shini qanday qilib bu yerdan yo'qotishni bilaman. Hozir. Xo'sh, eslab qol, boyagi tog'a bizni boshlaymiz. Boyagi stol yonidagimi? O'sha boss deb murojaat qilavering unga. Yur, hozir senga qolgan joylarini ko'rsataman. Bu qurollar saqlanadigan va dokumentlar, ya'ni hujjatlar turadigan xona. Bu yerda unchalik deyarli qiziq narsa bu yerda yo'q. Mana bu odam qabul qiladi. Bu yerda esa Bart turib, birovlarni bo'yniga keraksiz narsalarni iladi. Shunaqasi bo'lib turadi. Mayli, hali u bilan gaplashaman. Xo'sh, bu yerda bizda avtomatlar, vintovkalar ko'rish menga mumkin, ham lekin hech qaysini berasizlarmi? olma. Yo'q, sen hali umuman tayyorgarlikdan o'tmagansan. Undan tashqari M-turlar yo'q, og'irlik qiladi. Yana undan tashqari bular shturmovoy taktik vintovkalar. Tushunarli. Biror kichkinaroq narsa bo'lsa ham mayli edi. Bu yerda esa kalitlar, masalan, mana bu kalit dam olish xonasi. Yo'q, unchalik ham dam olish xonasi emas, o'zim ko'rsataman, kela qol. Xo'p. Nima desam ekan, qorovulxona edi, lekin biz biroz o'zgartirdik bu yerni. Hozir ochaman mana, oppa, qansan, bo'ldi. Bu yerda mana dam olish xonasi, qorovulxona, kiyim almashtirish, dam olish, uxlash, kiyimlarni saqlash, hamma narsani shu yerda qilamiz. Ovqatlanish ham mumkin bu yerda. Shunaqangi ajoyib universal xona bu. Istasang, mashinalarimizni ko'rsatish mumkin. Mayli, hozir. Ketdik. Faqat chiqishingda har doim bu eshikni albatta, yopib xo'p. yur. Hozir esa mashinalarni hozir ko'radi mendan. Yura qol. Bu yerda patrul mashinalari va bizni pikaplarimiz bor. Ajoyib. Anchadan beri bularchi? Oq mashinalar haqida aytyapsanmi? Ha, Ular aytdim-ku, patrulniki umuman hech qanaqangi hech nimasi yo'q. Ana bu ko'k kiyimli amakilarniki ular. tushunarli. Undan tashqari yana bilasanmi? Bizda ham ko'k kiyim bo'ladimi? Aytgancha kiyimlar. Hozir men senga bizni kiyimlarni ko'rsataman, shu yerda turib tur. Okey. Yaxshi. Kiyimlarimiz politsiyanikidan ko'ra noqulayroq, unga yoqmasligi aniq. 100%, 669% ishonchim komil. Shu dariqa haydab yuboraman bu yerdan. Undan tashqari hozir ko'radi. Bo'ldi, yaxshi, eshikni ochamiz, yopamiz, qulflaymiz. Xo'sh, qani edi? Juk, mana buni ol, keyin solib qo'yasan sandiqqa. Xo'p. Xo'sh. Qani endi? 100% yoqmaydi, 669% ishonchim komil. Mana forma. Mana ko'rsam menga ham shunaqasi beriladimi? Nima? Lekin hozir emas, menimcha. Hozir berishmaydi. Hozir iloji yo'qmi? Yur, bir ilojisi bor. Keyin yoqmaydi. Shunchaki men
Chunki men yaxshi politsiyachiman. Yura qol, yura qol. O'zi kiyib ko'rsin hali bu noqulay kiyimni. Boss, Nima bo'ldi? mana bunga forma bera olasizmi? Yo'q, albatta. Shikastlamay, kir qilmay kiyishga va'da Hop, beradi. iltimos, Yana undan tashqari sabab yo'q bo'ldi. Sabablar bosslarga berilmaydi. Bo'ling. Mayli. ha ha. Mashinani umuman to'xtatmayman. Ha. Bo'ldi, men Ajoyib. Stop. Qo'lqopni qayerdan olding? o'sha yerdan Ha. topdim. Yaxshi, tushunarli. Unda hozir men 1 daqiqaga mana bu yerga kirishim kerak va bu yerdan men o'zimga qurollarni olib chiqaman. Xo'sh. Qani endi menga M4 kelmayaptimi? Kelmayapti, yaxshi. Patronlar va vindovkani o'zini olaman. 16 ta magazin yetishi aniq. Bugun 100% qurol olaman. Menga hammi? Nima? Yo'q. Menda bor yo'g'i bittasini olishga nima desam ekan, ruxsat bor. Sen uchun ola olmayman. Bering Uzr, pistolet sorry. hech bo'lmasa. Xo'sh, senga pistolet ham yo'q. Senga mana bu harbiy pichoqni olishing mumkin. Ana ola qol. Ha, mana shu Sembo bo'ldi. 100%. 669%. Menda esa mana bunaqangi ajoyib lazerli vindovka. Sen loqsan. Ha. Bo'pti, mayli. Men zo'rman. Mayli, menda ham bo'ladi. Ko'ramiz hali. Kunda uni bu yerdan yo'q qilaman. Qaytib kelmaydi bizning politsiya uchastkasiga va men bir o'zim har doimgidek hech kimsiz ishimni olib boraman. Qani endi. Hozir shahar bo'ylab yurishni boshlaymiz va agar bizni chaqirishsa birdaniga yetib boramiz. Xo'sh, mana shu mashinani bugun olib ketamiz birinchisini. Stop, shoshma, menga qo'ng'iroq bo'lyapti. Allo. Bilmasam menga berilgani yo'q. Shoshma, jim tur. Jenursi, menda ratsiya yo'q. Ha, mayli, mashinadagi ratsiyadan foydalanamiz. Hozir esa tezroq ketishimiz kerak. Bo'la qol. Rozi bo'ldi, tushing. Ketdik. Hop, Xo'sh, ofitser. O'zingiz bilasiz, jitel o'sha yerda garovga olib o'tiribdi. Tushunarli. Bo'ldi, bir necha daqiqada hal qilamiz. yukxonada Har nimadir doimgidek bor chiki ekan. bombini bo'ladi. Ha, menga ishonishingiz Komandir, mumkin. nimadir Bu yoqqa bor kel, bu yerda. ishing bo'lmasin. Ha, hop. Xo'sh, hozir biroz qiyin bo'ladi. Ya'ni sanovi bilan. Kimsan? Yaqinlashma bu yoqqa. Jitel. Otmang, Pishirib ye salomingni. Men sizga Salomingni pishirib ye. Ana orqangdan kim qolsin bu yerda. Tutib qo'yadi. Unga e'tibor bermang. Uy, bor yo'qol bu Nimaga? yoqqa. Fikrdan qaytarishga hatto harakat ham qilma. Xullas, hammasini qonun doirasida hal qilamiz. Nimaga u yigitni otmoqchisiz o'zi? Bu iflos gapirmaydi. Aytayapman-ku, Lekin men haqiqatni qonun bilaman doirasida va uni hammasini tinch hal qo'ymayman. qilamiz. Xavotir olmang. Shuncha vaqt hech narsa Baribir qilmadilaring, qocha endimi? olmaysan, otib Voy, tashlashadi. senga yo'qol deyapman. Ko'ramiz qani. Ko'ray men ham. Yo'q. Fikrimdan baribir qaytara Hammasini- olmaysanlar. Ay, bo'pti, Yo'qol. Jim. Men bu iflosni o'ldiraman. Qarang, bu oxirgi imkoniyatingiz. Baribir Menga imkon berish, olmaysiz senga bu yerdan, emas. bilasiz, a? Yo'qol. Mayli. Bo'ldi, tugading, jitel. To'g'ri. Bo'ldi, bu yoqqa kel. Jitelni biroz Komandir ish chiqmadimi? chiqmadi-ku ya, lekin bir ish qilishimiz mumkin. Hozir 1 daqiqa. Nima qilmoqchisiz? Shunchaki otib tashlaymiz. Boshqa iloji yo'q bu yerda. Bular shunchaki Yo'q, qo'rqitish hammasi uchun deb jiddiy edi. o'ylagandim. Yaxshi, mana bu yerdan hozir oynani olib tashlash kerak. Yaxshiroq ko'rinishi uchun yigitlar uni ushlab tursa bo'ldi. Jitel ham otib qo'ysa bo'ldi. Qayerdasan? Hozir pastga tushib boy yukxonada bor edi, deyotgan edik. Ana shu yukxonani ochda menga vindovkani olib kel. hozir. Judayam tez. Hozir. Ha, Jitelni omad kelmadi. Taslim bo'lsa hammasini ko'rib chiqardik. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, lekin o'zi shuni tanladi. Taslim bo'lmaslik menga uni osish huquqini beradi. Tezroq bo'lsa edi endi bu ham. Otib qo'yishi mumkin. Istalgan soniyada uni sabri tugashi va yomon bo'lishi mumkin. Jenursin. Bo'la qol tez. Jitel. O'tgandim, lekin odam o'ldirmay iloji yo'qmi? Afsuski, hech qanday iloji yo'q. Agar hozir men uni o'ldirmasam, u boyagi yigitni o'ldirib qo'yadi va yigit begunoh bo'lishi mumkin. Ha, mayli, lekin bekorga o'lib Chunki taslim ketaveradimi? bo'lmayapti. Shuning uchun ham o'lib ketadi. Iloji Bechora yo'q. jitel bekorga bu ishni qilmagandir. Aytayapman-ku, taslim bo'l deyapman. O'zi taslim bo'lyapti. Ber vindovkani tez.
Hop, Hozir hop. mana bu boshqa gap. Hozir zo'r bo'ladi, qarab tur. Men yoqtirgan joyiga keldi. Yaxshilab qara. Yigitlar tayyor turing. Jitil tugadi. Ana, topshiriq bajarildi va yaxshi ochko berishdi. Hop. Ajoyib gap yo'q. Ko'rdingmi? Hech nima bo'lmadi deyarli. Bitta jitil ko'p, bitta jitil kam, ayniqsa jinoyatchi edi. Xullas, yigitni qutqardik. Bu ajoyib, judayam. Hozir ana politsiya уже eshik yonida va hozir nima bo'lyapti, nima qo'yapti tekshirishni boshlashadi. Bizni ish esa tugadi. Hozir hisobot yozishga to'g'ri keladi. Nima bo'ldi, nima qo'ydi. Bo'pti, mashinaga ketdik. Achinayapman unga negadir. Unda advokat bo'l. Ularni o'ldiradigan emas, himoya qiladigan bo'lasan. Har kuni o'lishadimi? Men navbatchiligimda boss Pamchinali. qo'ng'iroq qilyapti, qiziq. Balki Boss, yangi nima deysiz? topshiriqdir. Aha, boryapman, hozir 1 daqiqada yetib boraman. Endi bossda nima gap bor ekan menda? Yo'qol. Bu yolg'iz gaplashdik Hop, ekan. Yaxshi. Boss, qalaysiz? Meni boss emas, shef de. Xo'p, mayli, shef, nima deysiz? Yaxshi ishlading. Mana senga pul. Yo-mayo. Axir bu yerda stop. X-stack. U yerda yana bor. Tushunmadim, qanaqasiga yana bor? 3 stack nima? Axir bu meni 2 oylik ish haqim bir kunda. Ha, bu ana uning dadasi. Yaxshi. Yaxshi ish, ajoyib, gap yo'q. Menimcha halicha uni yo'qotmaslik kerak biz taraflardan. Ana endi esa bo'ldi, hamma o'z ishiga, bugungi navbatchilik ham o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi uyga borib dam olsam bo'ladi. Birinchi navbatda qurollarni topshirish kerak, chunki qurollarni topshirmasam bo'lmaydi. Uyga ketishdan avval hammasini berib ketaman. Faqatgina o'zimni bo'ldi. Vintovka qoldi, uni mashinaga joylayman, chunki hamma mashinada vintovka bo'lishi shart. Ungacha esa sizlar bilan men Derpman bo'ldim va hammaga xayr.